muborak bo'lsin deymiz. Jamiki Ismoilovlar vaqti salolasini qilaversa, Rahimberdievlar ahli xonadonini bugungi ulug' ayyomlar munosabati bilan chin dildan muborakbod aytamiz. Ilohjon akamizga, Muqaddasxon opamizga, Odiljon akamizga, Salimaxon opamizga farzandlarini mana shunday kutilgan daqiqalari chin dildan muborak bo'lsin deymiz. Endi aziz mehmonlar, yozilganda dasturxon qo'lga duo ochamiz, eli to'yda har inson borimizni sochamiz. Orzular aqli bo'lsin, baxt qasr taxtli bo'lsin, onajonlar duo qiling, 2 yosh baxtli bo'lsin. Baxtliroq so'liga doim baxtli bo'lsin. Allohning yo'lida o'g'il qizlar bo'lsin. Bir yoqadan bosh bo'lib, bir juft bo'ling, bir dona bugun barcha niyatlar bizdan sizga to'yani bugun yaratgan Allohning amri ila mana shunday go'zal dargohda yig'ilibmizmi, bundan bahra olaylik. To'yimiz boshidan kelinkolar baxti uchun keling bitta. Baland qarsak, cholaylik, domli qarsaklar olishosini bugun kechamizni rasman ochib e'lon qilamiz. Marhamat kelinkolar, o'zlari uchun hozir tayyor baxt taqdirini shohidlashlari mumkin. Bemalol o'tirib olishlari mumkin. To'ylar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Albatta, eng baxtli insonlar ham baxtlariga havasla boquvchi, bir-birlariga mehr, muhabbatlik, sevgi, sadoqatlik, hurmat, ehtiromli oila bo'lishlariga tilakdoshmiz. To'ylar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Aziz mehmonlarimiz yana bir bora to'yimiz egalari nomlaridan go'zal dargohda xush ko'ring deymiz. Qarshilaringga ochilgan fayzga to'la dasturxonlarga barchangizni marhabo aylab, davramiz davomida va davramiz so'ngigacha yoqimli va sof ishtaha qolaversa, ko'tarinki kayfiyat hamrohingiz bo'lishiga tilakdoshmiz. Shunday tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizni kulib turgan yuzlaridan, kulib turgan ko'zlaridan anglash mumkin. Bugungi ayyom o'zini esda qolarli lahzalari bilan, go'zal onlari bilan barchalarimizni xotiralarimizga jo bo'ladi. Sababi bugun yaxshi kun. Aytishadi-ku, yaxshi kunda yaxshilar bilan diydorlashish o'zi bir ne'mat. Shunday ulug' kunlardan Tangrim bizni judo aylama faqat. Ko'rishaylik tantana to'yda, nur yog'ilsin suhbatimizdan, porlab tursin mehrlarimiz, suratimiz, siyratimizdan. Chetan razm soliqarizga kanaldan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizni suratlari va siyratlaridan nur yog'ilib, suhbatlaridan mehr ifora jo'shib turibdi va kulib turgan yuzlardan, kulib turgan ko'zlardan anglash mumkin. Bugungi ayyom o'zini esda qolarli lahzalar bilan barchalarimizni xotiralarimizga jo bo'ladi va bugungi kunimizda ro'y beradigan ajoyib lahzalarni ajoyib lavhalarga muhrlab borguvchi, bugungi kunimizni tarix sarvaraqlariga oltin harflar ilozayotgan Studiya Vahdat guruhi tasvirchi muhandislar tomonidan bugungi kunimiz tarixga muhrlanmoqda. Akalarimizni, do'stlarimizni ishlariga omadlar, zafarlar tilaymiz. O'zlarining eng yuqori sifatli kadrlari bilan xalqimizga mana shunday yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda xizmatda bo'lib yurishlariga tilakdoshmiz. Qolaversa, xalqimiz elimizda yaxshi kun, yaxshi to'ylarda madhiyasiga aylanib ulgurgan, to'ylar muborak sadolari ila fayzli boshlagan bugungi kechamiz yanada fisilkor, yanada esda qolarli bo'lishi uchun ajoyib san'atkorlar ahli